686 kun. Bu hayotimda noldan hozirgi versiyasigacha kelgan vaqtim. 1 yillik au pairlik. So'ng esa osbeding. Bu vaqt meni oddiygina Madina emas, kuchli, o'ziga ishongan, irodali, qar tomonlama bir insonga aylantirdi. Tashqaridan ko'rganingiz kabi ba'zan ichkari bo'lmaydi. 686 kun. Bilasizmi? 686 kun avval onam meni aeroportdan kuzatgandi. 686 kun oldin men kichikgina, hali o'ziga ishonmagan, lekin orzulari katta, hali O'zbekistonning ko'p shaharlariga bormagan, lekin Germaniya kabi rivojlangan Yevropa davlatida kelganimda mana shu Frankfurtni baland binolariga qaragan holatda o'zimga bir savol bergandim. Madin, sen bu narsani uddalaysan degandim. Bilasizmi, bu vaqtda faqatgina o'zim qoldim. Oilaga bu narsalar haqida aytib bo'lmaydi. Musofirda yurgan har bir insonni chiroyli rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Zo'r restoranlarda ovqat yeyishi mumkin. Har bir davlatni o'z chiroyli go'zal joylarini ko'rishi mumkin. Lekin u bu vaqtda ulg'ayadi. Bu vaqtda o'zi qoladi va o'zi ulg'ayish harakat qiladi. U yolg'iz bo'ladi. U o'z-o'zidan bu darajaga yetmaydi. 686 kun meni hayotimda noldan hozirgi versiyasigacha yetkazgan kun. Bu vaqt ichida birinchi yil au pairlik qildim. Germaniyaga kelgan vaqtim, hali tilni zo'r bilmagan, ko'chalarda bilasizmi, birinchi do'konga kirib bir dona non olganda beriladigan savolni berganim va o'shanda bu so'zlarni men ayta olganim men uchun baxt edi. Hozir esa bu tilni mukammal bilmasa-da, boshqa Yevropa davlatida o'zini noldan hayotini qurgan, o'ziga ishonchi yanada ortgan, bu yerdan ko'p insonlar, yaqinlar orttirgan bir inson bo'ldim. Hozir siz ikkilanyapsizmi? Hozir sizga ishonch bo'lmayaptimi? Hozir siz noldamisiz? Turing va o'zingizni qattiq quchoqlang. Siz bu narsaga erishasiz. Bu oson bo'lmasligi mumkin, lekin siz turing va harakatni boshlang. Shunda hammasi zo'r bo'ladi.